Biz boshladik. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida bo'ldi. Obyektni tanishtiramiz. Marhamat, keling. Dastavval bizda osma pilisos joylashib turibdi. Osma pilososga e'tibor bergan bo'lsangiz, 9 metr shlangi bor. Hozir buni ishlatib ham ko'rsatamiz. Keling, marhamat, operator. Va undan keyin legendarni tashqi ko'rinishi yonadigan Suxoy tuman apparatimiz ham bor. Hozir bu Suxoy tuman apparatimizga pul tashlab ko'rsatamiz. 20 ming so'mlik pulni tashlang, marhamat. Biz 20 ming so'm tashlagan edik, ekranda 22 ming so'm bo'ldi. Nega deb o'ylaysiz? Bu bonus, 10% bonusni klientlar uchun yoqib qo'yganmiz. Ya'ni 20 ming so'm tashlagan klientlarga 10% beradi. Marhamat, shuni bitta ishlatib ko'rsatamiz. Oho, buni chiqishiga qarang. Nima deyapti akalar bu? Mashina saloniga kirsa boru maza qilib atir bo'ladi akalar. Sigaret tutunlari, boshqa tashlar hammasini yo'qotadi bu. Hovuzdan ham bo'lsamiz, hamma joy tutun bo'lib ketdimi? Mana qarating operator. Tak, undan tashqari bu yerda balon qoraytirgich pistoleti ham bor. Buni ham ishlatib ko'rsatamiz. Chernik tilini bosamiz, marhamat. E'tibor bergan bo'lsangiz, hozir balonimiz yo'qligi uchun yerga sepdik. Uzoqdagi, masofadagi bo'lgan balonlarni ham bemalol qoraytirib olishingiz mumkin. Shu mo'ykaga kelib turib, ket. Navbatdagisini ko'rsatamiz. Navbatdagisi bu osma pilisos, hozir aytib o'tganimizdek. Osma pilososda 9 metr shlangi bo'ladi. 9 metr shlangini qanaqa ishlatamiz desangiz, ko'ryapsizmi? Qanaqa tortyapti o'rkasi. Operator buni ko'rsating. Uzoq masofadan ham kuchli naporda changlar, to'zonlarni, mashinaning ichidagi bo'lgan changlarni o'ziga tortib oladigan bu osma pilosos hisoblanadi. Marhamat. Keyingisi operator yaqinroq. Keyingisi bu nima? Bu rukamoynik. Rukamoynik klientlar uchun nima qulaylik olib keladi desangiz, oyoq orqali pedal o'tmasdangiz, tepadan yaxshigina suv, lattalaringizni yuvib olish imkoniyati degani bu. Yaqinroq. Keyingisi bu latta qisgich. Latta qisgich rukamoynik orqali yuvilgan lattalarni mana shu latta qisgichdan suvni siqib olib, quruq latta orqali mashinaning kuzovini artsangiz bo'ladi. Ana endi biz mo'ykamizning asosiy qismi bo'lgan pult upravleniya, ya'ni boksning ishini tanishtirib o'tamiz. Bu uchun dastavval biz yaqinroqdagi operator pult upravleniyamiz, ya'ni bosh miyamiz haqida ma'lumot beramiz. Bosh miyamizda bizda ikkita karta bor. Hozir VIP ko'rinishida ulanib qolgan, VIPni o'chirib, bu yerda birinchisi kirim отчет karta. Отчет kartani bosib ko'rsatamiz, marhamat. Qarang, bunda kirgan summani ko'rsatadi. Daily 30 ming so'm, daily degani kunlik degani 30 ming so'm kiribdi. Pastda 3 ming so'm nima desangiz, bu 3 ming so'm bonus. Hatto mo'ysam apparatlariga ham bonus yo'qib qo'yganmiz. Klientlar kelib pul tashlaydigan bo'lsa 10% bonus beradi. 10 mingga 11 ming ko'rinadi, 20 mingga 22 ming ko'rinadi. Shunaqa bonuslarni yo'qib qo'yganmiz. Tak, keyingisi bu VIP kartasi. Endi VIP kartasi orqali nima qilish mumkin desangiz, mo'yka egasi o'zining mashinasi yoki atrofini tozalash uchun maqsadda foydalanish mumkin. Hozir biz VIP kartasi orqali buni bosib turib, mashinaga pena, ya'ni qizil magic penasini ishlatib ko'ramiz. Marhamat. Operator penani ko'rsating. Bosing. Operator bu nima qilyapti bu? Voy, qip-qizil chiqimi? Mana shunaqa mo'jizaviy pena chiqyapti. Tak, endi uni ko'rsatdik, keyingi boksda ham. Keyingi boksga e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir boksda 5 tadan qo'lik detlasini qo'yganmiz va undan tashqari oyoqdagi plitkalar qo'yganmiz. Oyoqdagida plitka nima yordam beradi desangiz, klient mijozlar kelib turib, oyog'ida suv bo'lmasligi, ya'ni oyoq kiyimlari yomon bo'lib ketmasligini oldini oladi. Juda ham foydali. Va tepasida klientlar qiynalmasligi uchun yozuvlar qo'yganmiz har bir boksga. Qaysi pistoletdan qanaqa funksiyalar chiqarishini ko'rsatib qo'yganmiz. Keyingisiga marhamat. Tak, keyingi boksimizda yana o'ziga xos xususiyati bor. Boshqa bokslarga qaraganda bu boksimizda turbo sushka degan elementni, mexanizmni boksning ichiga joylashtirganmiz. Bu nima beradi desangiz, pult upravleniyada 3-tugma, ya'ni turbo sushka tugmasini bosish orqali mashinaning kuzovining ustida qolib ketgan suvlarni issiq shamol orqali haydab yuborish mumkin. Bu ortiqcha latta artishni oldini oladi, ya'ni ortiqcha mehnatni oldini oladigan yordamchi mexanizm hisoblanadi. Ko'ryapsizlar? Bu boksda ham bor va navbatdagi keyingi boksda ham xuddi shu turbo sushka elementi bilan ko'rsatib qo'yganmiz. Ikkita boksda turbo sushkalik, ikkitasi esa bez turbo sushka hisoblanadi. Va ekran monitorida esa turbo sushka funksiyasini kiritib qo'yganmiz. Mana shu tugmani bosish orqali ishlatishimiz mumkin. Keyingi endi navbat mo'ykaning asosiy yuragi bo'lmish
Tex pomeshcheniya xonasiga kiramiz. Tex pomeshcheniyada nima joylashgan desangiz, marhamat batafsil tushuntiramiz. Keling. Tex pomeshcheniyada e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi dastavval 4 ta agregat bor, 4 bosqichda. Buni biz Redline ramachalarda yasab qo'yganmiz. Agregatimiz birinchisi Are italyanskiy pompa, Delta 3 bypassi, E3 motorlari va ulkalar, ya'ni dozatron shampuni surib itarib beruvchi moslamalar bilan joylashtirib qo'yganmiz. Endi agregatimiz asosiy tepasida nima joylashib turibdi desangiz, invertor. 7,5 kilovatlik invertor joylashib turibdi. Bu motorning umrini uzaytiradi, pompa nagruzkasini kamaytiradi va tok va shampun pena ximiyalarni tejab beruvchi element hisoblanadi. Tak, har bitta nimasiga xuddi shunaqa invertorlar bilan 7,5 kilovatli invertordan jihozlab qo'yganmiz. Shuningdek, bu yerda suv bochkalarini yerdan 1 metr balandlikka ko'tarib, asosiy penya idishlarni alohida operatsiya qilib sharoitga qo'yganmiz. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, soatiga 1 tonna suvni tozalab beradigan osmos filtr apparati. Bu yer ostidan chiqayotgan suvni oladi, tozalaydi, tozalab turib, tepadagi filtr bochkalariga taqdim qiladi, beradi. Shu orqali mashinalar sepayotganda toza filtr suvdan foydalanishadi. Bu yerda mexanizmimiz joylashgan. Xuddi shuningdek, moykamiz mana shunaqa full komplektatsiyada yig'ildi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Moysan Proga murojaat qilasiz. Rahmat, salomat bo'ling.